Assalomu alaykum, qadrli obunachilar va nihoyat mana natijli patologlarimiz, tortili jarayonlar ketyapti. Mana qirg'oqlariga xullas o'sha mana magetlarni tayyor qatirib qo'yildi. Mana hozir buni pushka bilan qizdirib mana shunday chiroyli holatda tortiladi. Qadrli obunachilar, kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqinglar. Xudo xolasa ishlaringizni sifatli qilib beramiz. Shaxsan razmerlarni vodiy bo'ylab o'lchagani o'zim boraman. O'zim xonadoningizga nimalar ketadi, tavsiyalar beraman. Xudo xolasa chiroyli ideal holatda chiqadi, mana ko'ringlar. Hozir bu yerdagi joyimizda har bitta natijli patologida pechatlarni ustiga mana salafan, o'sha strechlar olib kelamiz. Sababi o'sha material kачествоsi buzilmaydi, tiniq holatda keladi. Juda ham ideal holatda chiqadi, mana ko'ringlar. Buni hozir shilingandan keyingi holatini ham video qilib chiqaraman. Juda ham ideal holatda. Hozir mana ustidagi narsalar bular strech. Buni olganimizdan keyin juda ham ajoyib ko'rinishda bo'ladi bu joy. Mana hozir bu yerda salafani bor. Mana qadrli obunachilar, shunga o'xshagan narsa mana strech. Shuni shilsak mana tay tomoni mana tiniq holatda. Farqiga ahamiyat beringlar. Hozir narigi burchak tomonlarini ham qistirib olingandan keyin buni chiroyli shilib tashlaymiz. Mana. Har bittasini mana qizdirib tortiladi bu narsa. Bu gullarimiz hozir ko'pchilikka yoqyapti. Sababi mana tiniqligiga ahamiyat beringlar. Даже salafan hali shilinmagan holatda ham mana pechatlar o'ta tiniq, o'ta ideal holatda turibdi. Mana 3D holatda ko'ryapsizlar. Juda ham chiroyli.